Ancha kunlar ham sovib qoldi. Ustimizga nimadir tikib olishimiz kerak. Qani ketdik. Onlayn kursimni tekinga beraman desam ishonasizlarmi? Video oxirida onlayn kursimni qanaqa qilib olishinglarni aytib o'taman. Kashmir va lyon matosini bir-biriga uyg'unlashtirib 2 qavatda bichishni boshlayman. Hozirda trendga aylangan o'zdan chiqqan yoqani ishlamoqchiman. Aziz tikuvchilar, diqqat bilan ko'rib tursanglar, bitta andazadan cho'mib olasizlar. Agarda hali ham standart razmerlarni chiqarishni, asosan dizayni chizishni bilmasanglar, unda havas qo'yishimga tashrif buyuringlar. 13-noyabrdan yangi guruhimga start beraman. Bu guruhda siz 2 oy davomida noldan boshlab odam figurasi, ya'ni model chizishni, qolip andaza chiqarish, bichish va tikish sirlarini ipidan ignasigacha o'rganasiz. Viloyatdan yoki boshqa davlatdan kelayotganlar hech ham xavotir olmanglar. O'zimizda yotoqxonalarimiz ham mavjud. Manzilimiz Toshkent shahar Chilonzor 16-bolnitsani ro'parasida joylashgan. Havas xalqaro musiqa va san'at maktabi. Issiqqina kostyumchikim tayyor bo'ldi. Sizlarga qaysi tarafi yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Ha, aytgancha 13-noyabrdan keladigan guruhimga onlayn kursimni tekinga beraman. Keyingi guruhlarimda bunaqa imkoniyat bo'lmasligi aniq. Yozdirilishga ulgurib olinglar izlarim.